Mana Qahramon akangiga 18 kilolik quyosh panel qo'ydik. Suv chiqishini kutyapmiz. Qarang endi hovaydadimi? Mana invertori 40 ga ko'tardi. Mana endi suv chiqdi. 40 ga ko'tardi. Kechqurun ham ishlatib bersak bo'lar. Sal qimmatroq bo'ladi-da. Suvni qara mana. Qahramonaga bu bulut panel bu, quyosh panel emas. Ha? Ha. Mana ishlab turibdi. Akani, Qahramon akani panellari 30 ta. Deluxe invertor qo'ydik. Podvat qilib zo'r chiqaryapti. Mana bulutga chiqaryapti. Quyosh yo'q. Mana invertor. Bulutga 43,5 ga ko'tardi mana. 43,5 ga ko'tarib otib beryapti suvni. Invertor uda.